Namozda lazzatlana olmayapman, xushu bilan o'qiy olmayapman namozni, xayolim chalg'ib ketyapti deb ko'pchilik so'radi. Ulamolardan biridan shu savolni so'rashgan. Shunda javob bergan ekanlar. Men doim namozni boshlaydigan paytim ko'z oldimga Ka'bani keltiraman. Xuddi oldimda Ka'ba turgandek tasavvur qilaman. Jannatni o'ng tarafimda tasavvur qilaman. Jahannamni chap tarafimda tasavvur qilaman. Va o'zimni xuddi Sirot ko'prigini ustida turgandek tasavvur qilaman. Va orqamda o'lim farishtasi, bu sani oxirgi namozing. O'qishing bilan joningni olaman degandek tasavvur qilaman degan. Ana undan keyin men xushu bilan o'qiyman degan. Agar biz ham shu narsani shu shuur bilan, shu ruh bilan o'qiy olsak, namozimiz umuman boshqacha bo'ladi. Ulamolardan biri aytgan ekan, shu Allohu akbar deb takbiratul ihromda qo'limizni ko'tarishligimiz nima degani desa, dunyodagi hamma musibatlarim, g'amlarim, butun nimaiki bo'lsa, hammasi orqada bo'ldi, orqaga tashlashlik. Va Allohu akbar, Alloh eng buyukdir deb Allohga yuzlanishlik deyishgan. Biz namozga kiryapmizmi? Butun dunyo narsalarini esdan chiqarishligimiz kerak. Bo'ldi, biz Allohga, podshohlarning podshohiga oldida turibmiz. Allohga yuzlanyapmiz. Uni ibodatiga ketyapmiz. Bo'ldi, butun narsani chiqarib tashlang. Allohu akbar, Alloh eng buyukdir deng va butun dunyo narsalarini orqangizga oting. Mana shunda biz inshaalloh namozimizdan lazzat olamiz, namozimizdan rohat olamiz, xushu bilan namoz o'qiymiz inshaalloh.